Qovg'a burji, kelajak va erkinlik vaqti. Azizlarim, tog' takasining mustahkam poydevor qurishga bag'ishlangan qat'iy intizomidan so'ng Yaratgan bizga parvoz uchun osmonni ochib beradi. 17 fevraldan 11 martgacha Quyosh Qovg'a burji orqali o'tadi. Koinotning real matematikasiga ko'ra, bu davr bor yo'g'i 23 kun davom etadi. Bu eski qoidalar parchalanib, hayotimizga o'zgarishlar shabadasi bostirib kiradigan vaqtdir. Rejimi erkinlik. Qovg'a bu kelajak energiyasi, bu do'stlik, yangi texnologiyalar va mana shu ulkan dunyoda o'zligingni anglash haqidadir. Nima qilish kerak? Bu vaqt onlayn loyihalarni ishga tushirish, ijtimoiy tarmoqlarda ishlash, ham fikrlarni topish va eng jasoratli g'oyalarni hayotga tatbiq etish uchun eng yaxshi fursatdir. Davrning mohiyati Yaratgan bizga bu 23 kunni shuni anglashimiz uchun beradiki, biz shunchaki inson emas, balki ulkan koinotning bir qismimiz. Qovg'a erasi, global ritm. Azizlarim, yuqorida Qovg'a burjining 23 kuni haqida aytib o'tdim. Ammo men sizga bundan ham kengroq va ulug'vorroq narsani aytmoqchiman. Yillik doiradan tashqari buyuk eralar, ya'ni davrlar ham mavjud. Va hozir biz siz bilan noyob vaqtda yashayapmiz. Biz Qovg'a erasidamiz. Bundan oldin qariyb 2000 yil davomida baliq erasi hukmron edi. Bu sirlar, e'tiqod va chuqur hissiyotlar vaqti edi. Ammo endi hamma narsa o'zgardi. Qovg'a bizga ochiqlik, chaqmoqdek tezkor texnologiyalar va aqidalardan, ya'ni dogmalardan xoli bo'lgan erkinlik energiyasini olib kelgan. Nima uchun bu muhim? Chunki hozir shunchaki jadvalda amal qilishning o'zi yetarli emas. Davr ruhini his qilish kerak. Biz ishonaman davridan bilaman davriga o'tdik. Bu haqiqat vaqtidir. Har birimiz o'z borlig'imizning yaratuvchisiga aylanadigan vaqtimizdir. Bu miqyosni his eting. Biz shunchaki fevral va mart oylarini o'tkazayotganimiz yo'q. Biz kelgusi 1000 yilliklar uchun poydevor qurmoqdamiz. Bu juda ham muhim davrlardir. Bu davrlarni uxlab o'tkazsangiz, so'nggi pushaymoningizga qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun qanday davrda yashayotganingizni anglab yetishingiz kerak. Vaqt bilan hamnafas bo'ling. Haqiqiy vaqt mantig'iga obuna bo'ling.